To'g'risini aytsam, bu mavzuda suhbatlashish ozgina ma'qul bo'lyapti, lekin qisqacha tushuntirib o'tishimiz shart. Assalomu alaykum. Onanizm, ya'ni 5/1 bilan doimiy shug'ullanish jinsiy zaiflikning sabablarini eng cho'qqisida turadi. Onanizm bilan shug'ullanuvchi yigitlarda asosan 3 ta asorat kuzatiladi. Birinchi, aqliy va ruhiy buzilishlar. Bunda aqliy tomonlama, xotirani susayishi, kitobga bo'lgan qiziqish kamayib ketadi. Ruhiy tushkunlik, depressiya, jamoat bilan qo'shilish, muomala qilish qiyin bo'ladi. Tashqi sezgi organlari, ya'ni ko'rish o'tkirligini kamayishi, sezishni kamayishi kuzatiladi. Hamda hayotga bo'lgan qiziqish susayib, o'ziga bo'lgan ishonch kamayadi. Ikkinchi, jismoniy faoliyatdagi buzilish. Jismoniy kuchning kamayishi, ya'ni bir marta urug' to'kilishida 226 millionga yaqin urug' hujayrasi chiqib, bu mikroelement, oqsil, vitaminlarga boy hisoblanadi. O'z-o'zidan bular chiqib ketishi organizm kuchini susaytiradi. Uchinchi, asosiysi jinsiy faoliyatdagi buzilishlar. Bunda jinsiy aloqani susayishi, jinsiy buzilishlar, taranglashni kamayishi hamda tez bo'shanish kuzatiladi. Onanizm bilan shug'ullanuvchi yigitlarda jinsiy aloqada qoniqish susayadi. Ammo mukkasidan ketib shug'ullanuvchi yigitlarda jinsiy aloqada qoniqish yo'qoladi. To'ydan keyin ham bu yomon illat bilan shug'ullanib yurishadi. Esda tuting, kelajakda siz eng zo'r ota, eng zo'r turmush o'rtoq va eng zo'r erkak bo'lishingiz shart. Keyingi videomizda onanizmdan qutulishning dunyo tajribasidagi 5 ta usuli haqida suhbatlashamiz.